Venesueladagi zilzila tafsilotlar haqida gap ketar ekan, bittagina ta'rif berish yetarli. Dunyo hamjamiyati bu fojia sabab dahshat ichida. 24-iyun kuni Venesuela shimolida oxirgi 125 yildagi eng dahshatli va misli ko'rilmagan tabiiy ofat yuz berdi. Bor yo'g'i 40 soniya farq bilan mamlakatni larzaga solgan 7.2 va 7.5 magnitudali ikkita ketma-ket dahshatli zilzila poytaxt Karakas va uning atrofidagi shaharlarni yer bilan bitta qildi. Seysmologlar buni haqiqiy falokat egizaklari deb baholashmoqda. Vaziyat soat sayin og'irlashib, qurbonlar soni keskin ortib bormoqda. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ofat oqibatida kamida 1000 nafar inson halok bo'lgan, 4,5 mingdan ortiq kishi og'ir jarohatlangan. Eng dahshatlisi, vayronalar ostida qolib ketgan 50 mingdan ziyod inson hanuz qidirilmoqda. G'ayritabiiy tasodifni qarangki, zilzila sodir bo'lgan kun Venesuelada milliy bayram bo'lgani sababli 100 minglab odamlar ishxonada emas, o'z uylarida, oilasi bag'rida bo'lgan va ko'p qavatli binolar qulashi oqibatida tonnalab betonlar ostida tiriklayin ko'milib ketgan. Zarar miqyosi dahshatli. Yuzlab binolar, shifoxonalar va maktablar butunlay vayron bo'lgan. Aloqa va chiroq butunlay o'chgan. Hozirda omon qolgan oilalar takroriy yer silkinishlaridan qo'rqib, ko'chalarda tunashga majbur bo'lishmoqda. Hukumat La Guaira hududini favqulodda ofat zonasi deb e'lon qildi. Qutqaruvchilar va harbiylar tunda ham tinmay, to'xtamay betonlarni tutib, tirik qolganlarni qidirishmoqda. Biroq vaqt o'tgan sayin umidlar so'nib bormoqda. Qutqaruv va qidiruv xulosalari dunyoni hali uzoq vaqt larzaga ushlab turishi aniq.